Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz 250 metr kvadratli xonadonimizni maxsus obzori uchun keldik. Bu muhtasham ko'rinishga ega bo'lgan xonadonimiz neoklassik stilda dizayn qilingan bo'lib, qaysi mamlakatda joylashganligini obzorimiz oxirida aytib o'tamiz. Bu xonadonimizda butun dunyodan keltirilgan jihozlar jam bo'lgan. Masalan, mebellar Italiya va Turkiyadan. Oyog'imiz ostidagi parket esa Germaniyadan. Vannaga ishlatilgan kafellar Ispaniyadan. Smisitellar Germaniyadan va hattoki devor bo'yoqlari Finlandiyadan keltirilgan. Hozir har bir elementlar bo'yicha alohida ko'rib chiqamiz. Mana biz hozir oilaviy dam olish zonasidamiz. Ushbu ko'rib turgan divanlar Italiya brendi ostida Turkiyada ishlab chiqarilgan divanlar hisoblanadi. Mana bu oldimdagi turgan gilam esa imенно mana shu xona uchun maxsus Italiyadan keltirilgan gilam. Yoritish vositalariga alohida e'tibor beramiz. Mana bu lyustra Italiyaning mashhur bir brendi asosida xuddi shu xona uchun maxsus tayyorlangan lyustra hisoblanadi. Biz hozir oshxona zonasidamiz. Oshxonada o'rtada 8 kishilik stol joylashgan va oshxonamizda hammamizga tanish bo'lgan Italiyaning Smeg brendi ishlatilgan va hattoki devorda osilgan soat ham Chopard brendiga tegishli.
Sanuzellarimizga esa Cashlux kompaniyasi tomonidan taqdim qilingan jihozlardan foydalanganmiz. Masalan, smesitellarimiz Germaniyaning Axor kompaniyasiga tegishli bo'lib, Axor kompaniyasi Hans Grohe konserniga tegishli bo'lgan eksklyuziv loyihalarda ishlaydigan kompaniya. Unitazlarimiz esa Duravit kompaniyasiga tegishli. Mana 250 metr kvadratli xonadonimizni obzori o'z nihoyasiga yetdi. Bu butun dunyodan keltirilgan jihozlarni o'z ichiga olgan xonadonimiz Toshkent shahrida joylashgan. Qilgan ishlarimiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, kommentariyada izohlar qoldiring. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.